Bugun hech qanaqa nazariyalarsiz tushish qurilmalari haqida gapiramiz. IDS, Petzl, Venta Voron va Vertical Garage. Ularning qulayligi va optimalligi haqida. Birinchi mezon ishlatish qulayligi. Petzl IDS maksimal avtomatik, bir qo'l bilan ishlash qulay. Va sirpanish ancha silliq. Lekin shu sabab arqonni his qilish kamayadi va har doim ham ichida nima bo'layotgani tushunarli emas. Venta Voron qulay va sodda qilib ishlangan. Arqon yaxshi seziladi, kundalik ishda tez yaraydi. Avtomatik yordam yo'q. Hammasi ko'nikmaga bog'liq. Doimo nazorat talab qiladi. Vertical Garage maksimal oddiy. Buziladigan mexanizmlari ham kam, avtomatikasi esa yo'q. Ammo deyarli hamma ish qo'lda bajariladi. Nazorat kamroq, ayniqsa aniq uzun tushishlarda. Ikkinchi mezon qaysi vazifalar uchun? Petzl IDS murakkab qutqaruvchilari uchun maksimal xavfsizlik va ideal tanlov. Lekin oddiy Promalp uchun ortiqcha. Venta Voron kundalik ish uchun optimal. Maksimal tezlik va tushish uchun qulay. Qo'shimcha himoya funksiyalari yo'q. Hamma sizga bog'liq. Vertical Garage oddiy vazifalar uchun emas, sodda yechim uchun yaxshi. Lekin murakkab yoki mas'uliyatli ishlar uchun emas. Uchinchi mezon arqonni o'rnatish. Uchalasida ham bitta arqon ishlatadi, farq faqat qulaylikda. Petzl murakkabroq, lekin xatolardan himoya bor. Venta oddiy va tushunarli. Vertikal maksimal darajada sodda. To'rtinchi mezon tushishni nazorat qilish va xatolar. Petzl IDS antipanika bor. Qattiq bossangiz qurilma to'xtaydi. Ba'zan bu tez ishlashga xalaqit beradi. Venta Voron to'liq nazoratli va antipanika bor. Hammasi qo'l ostingizda. Vertical Garage antipanika yo'q. Juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Xatolar ko'proq uchraydi. 5-mezon yuklama paytidagi holat. Petzl avtomatik bloklanadi, maksimal barqarorlik. Venta ishonchli ushlab turadi, faqat to'g'ri ishlatilganda. Vertikal oddiy mexanika, hammasi foydalanuvchiga bog'liq. Aytib o'tgan takliflarimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, sizga agar xavfsizlik va sifat kerak bo'lsa, Petzl IDS. Tezlik va qulaylik kerak bo'lsa, Venta Voron. Va soddagina tushish moslamasi kerak bo'ladigan bo'lsa, Vertical. Agar jihoz tanlashda qiynlanayotgan bo'lsangiz, Alpuzga aloqaga chiqing va sizga kerakli bo'lgan jihozni tanlab beramiz.